Barchaga assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchi qadrli obunachilar. Avtoservisimizda bugun Cherry 7 avtomobili gaz o'rnatgandik. Mana shu Sanjar akamizniki bo'ladi. Yaxshi niyatda olgan ekanlar. Shu Cherry 7 avtomobilimiz hozir O'zbekiston bo'yicha eng ko'p sotilayotgan avtomobillardan 4-paketni propan stanovka qilib berdik. O'zlaridan bitta ikki og'iz fikrlarni bilamiz. Bizlarning uslugalar haqida va avtomobillarga bo'lgan xizmat haqida ikki og'iz fikrlarni bilamiz. Bemalol aytsangiz bo'ladi akajon. Biz gaz qo'yishga kelgandik. Gaz haqiqatan ham zo'r ekan. Haydab ko'rdik, minib ko'rdik, tekshirib ko'rdik. Vobshe zo'r ekan gaz. Benzin bilan farqini sezdingizmi? Yo'q, sezmadim. Farqi zo'r ekan, cho'tka edi. Ko'nglingizagidek bo'ldimi? Ha, zo'r bo'ldi. Bizlarning uslugalar, ish sifati ma'qul bo'ldimi akajon? Sifat a'lo darajada. Boshqalarga ham tavsiya berib qolasiz. Kelishlaringiz bo'ladi, bemalol qo'rqmasdan kelaveringizlar. Servis zo'r ekan. Kimda agar gaz o'rnatilishi kerak bo'ladigan avtomobil bo'ladigan bo'lsa yokida qandaydir gaz xizmatlariga bir muhtojlik joylaringiz bo'lsa, bemalol Topkas avtoservisimizga murojaat qilishingiz mumkin. Qo'limizdan kelgan barcha yordamni sizlar uchun ayamaymiz akajon. Katta rahmat. Yana kelinglar, yangi avtomobillar bilan kutib qolamiz.